Men hemmini o'rinlashtirib qo'ydim. Ozodlik armiyaning kirdigini hergiz tinish osoyishtlikka tahir emas. Xabarimni kutinglar. Malaikaga deb qo'ying. Cho'qim tez tutish qilsin. Ep ketalaydigan ta'minotimiz faqat 2 oyga yetadi. Xotirjam bo'ling. 2 oy vaqt yetib oshidi. Malaika bizning aramizdalar. Hamma ish uning tizginida bo'ladi. Siz qanday silqib qola olasiz? Taharni qo'g'dab turayotganimga 3 yil bo'ldi. Tahar menga 5 barmoqdagi tonish. Tahardagi har bir parcha toshmo kun nurida yaltirab turdiki, hargizmi pinhonda qolmaydi. Bu ahvolda butun surak bir odat. Ya'ni bir chiroyli ayol. Mayingjan, shuni tushunmadimki, acaba Taharning ayollari hammasi yerlikmidi? Hamma odam sizdan yoqi yurtiq ekanligingizni biladi. Ozodlik armiyasi sizni tekshirmay qolmaydi. Menga bir ishda yordam qilsangiz bo'ladi. Meni etib eting. Etib etam nima? Albatta. Qiyomat kuni men yana tirilaman. Allah'ım, kıyamet günü meni çokum tirildirsin. Begim, ketmisizlar? Sizlar ketsizlar, biz qanday qilamiz? Navro'z, biz cho'qim qaytib kelamiz. Begim, hergiz ketmisizlar? Moni begim, ketmisizlar. Ketadigan ish bo'lsa, bizmi birga ketaylik, o'tinib qolay. Biznimi birga etkazlar. Begim, ajdodlardan tortib har yana har joylarda ajr qilib, bir qish bir koyishdan qo'pirib chiqqan mushu ayvon saroylarni, bu mustaqni, mushu yayloqlarni, yana mushinchi bilan el yurtni. Begim, mushundaqla tashlab qo'yib korlari bo'lmanda. Begim, obdaroq o'yinib baqsalar. Mush ketgancha yana qaytib kelalandilar yo'q. Bo'ldi, gap qilmagan Qarabek. Ko'zimni yumsamla mushu tog' edib, har bir tupgulga, har bir tal qumshig'il, so'ngak nay. Usullarimizgacha hammasi ko'z oldimga keladi. Begim, mushundaqda ketib qolsalar, qandaqmi qiladi? Qarasizlar, oldinlarda yo'l bormi? Qarabek, oldimizda yo'l yo'q. Biroq mening qilib qolganimning nima foydasi? Ozodlik armiya to'yga karvonimni bulab ketdi. Muhofizachilarimni o'ltirib etdi. Endi meni kutayotgani nima bo'ladi? Mal meni qo'tullarni o'rtoq bo'ludi deydi-ku. Begim, sizlar ularni o'z ko'zlari bilan ko'rmagan tursizlar. Ko'rdim. Qarabek, oxirini o'ylashga jur'at qilolmayman. Yo'l bo'shtinglar, yer turinglar. Yo'l bo'shtinglar. Moni begim, ozodlik armiya atgan o'q ovozini angladingmi? Endi ma'munsizlar, ular shahar kirgan amal xatarga uchraydilar. Obdan o'yinib baqsalar. Tez mangayli. Sunfugan. Moni begimning uyidagilarni cho'qim obdan qo'g'danglar. Moni begimni shahardan ustaydi. Yurtdoshlar, xayr xo'sh. Qarabekning ma'lumoti. Hojanjon Moni begimning uyidagilarni majburiy olib ketibdi. Biz jazman bir amal qilib shahar kirib, Monining uyidagilarni qutqizaylik. Jilona, xo'p. Tutqunlarni qanday qilamiz? Ular menga eng oxirgi bir yordamini qildi. Hammang chiqish. Tez bo'l, tez. Tez bo'l. Ular, bak. Tez bo'l, bak. Tez. Bizni nega gapirsizlar? Bag'ani bilsa. Bak, tez. Ular. Tez bo'l. Tez, mencha. Tez. Tez. Ular. Bak, bulcha. İmiş bana! Oy! Ares! Tez lan! Ares! Ares! Gün adamda ne eksikti ettim! Ares!
Özü onu cinini mi saklap kalamayassan? Yine de Gülen'den mi soraysın ha? Aris! Aris! Hizmet! Yetişmeler! Bu! Yetmeler! Hizmet! Tez! Hizmet! Tez bulunlar! Tez! Yetmeler! Dobenya, ba. Başa, ba. Başa, çık. Yetişmeler! Doktorlar! Yoldaşlar! Tez atın Nail'i! Şu! Dada! Kuzumlar. Edullah! Atmış şuna! Hem bile odana! Geç yürü ula! Yürü ula! Yurttaş, gel.
Atmayın ola! Tuğlaydı! Çua! 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 Tahardın muşundaqlı ketadiganimizni faqat o'ylamabdik. Bundaq ketkenning nari yaman. Şərq iqlim batırlarga şijaat yarhaman. Qayt kelur baş götürüp bir gün bu taman deptiken. Tazımı? Kızık iş bu. Bir ömür digidek can qıptık. Cungo'nun yerimden köperekini oynayıp çıktık. Bağalıya düşünce kızgın karşılangan edik. Bu ya tazımı söyrün göründü o. Bu yanın kurallarındaki qandaq stil bu. Qurallar uyda o'ltirib, bizning stilimizdan qandaqligini kuzatib o'tadi. Peycan. Hongmenjan, Goubenjan, müşeri bulunlar. Hop hop, Remmenjan, Dudaşyan. Hamle yürünler. Yurttaş, tinch turibsiz. Biz Jungo Xalq Ozodlik Armiyasi, Kommunistik partiya rahbarlik qiladigan qo'shiq. Pionitli Chato, Mazududdi Alimya. Bu gapimizni tushunmagandek turdi. Qaraganda u to'g'ri yiqilmaganda qildi. Remmenjan, uning degan. Agar uning oilasida og'riq kishi bo'lsa, qismdagi hamshira unga yordam qilsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Alvasti! Allah, ulanı dozaq yoluna qaysan. Voy, Peycan, bu qandaq stil? Dudaşyan, yerlik fuqarolarga bundaq gap qilma. Mana. Bu yerdagi fuqarolarning ko'pinchisi tojiklar. Bu yer izchil Ipak yo'lidagi muhim yo'l bo'lg'ashqa. Uning ustiga Majanjang bu yerni uzun mezgil bosh qurg'ashqa, bu yerdagi fuqarolarning hammasi degidek Xanzu tilini oz to'la biladi. Har bir askarimizni shundoq ogohlantirmayki, yerlik fuqarolar bilan paranglashganda so'zimizga diqqat qilaylik. Chunki ularning nazarida biz yaqin yurtlik odam. Bu yerda uzun mezgil turimiz deydiganmiz, uch cho'ng intizom,
8 turlik diqqatga rioya qilgandan boshqa menimcha biz yana bir ishga diqqat qilaylik. U bo'lsa-mu tojik qarindoshlar bilan munosabatimizni yaxshilashga diqqat qilaylik. Agar jangchilarimiz yerlik fuqarolar bilan to'qnashib qoladigan bo'lsa, men shu hammalla sizlarni izlayman. Chunki biz xizmatni yaxshi ishlayolmasakda shunday ahvol kelib chiqadi. Bu yerga kelganmiz bizdan faqat birla huquqimiz bor. U bo'lsa-mu tojik qarindoshlarimizni ko'ngillik, baxtli, tinch turmushga erishtirish. Mana bu biz Jungo Xalq Ozodlik armiyasi jangchilarining sharaf burchi. Qizchaq, uyg'ondingizmi? Meni qutqizganingizga rahmat. Medirdim. Boyilib doğru surtib qo'ygan. Rahmat sizga. Ismingiz? Ismim Nevruz. Nevruz. Meni qutqizganingizga rahmat. Bechora qiz. Ismingiz nima? Qayerdan keldingiz? Nemishqa mojanjonga tutilib qoldingiz? İsmim Gülen'den. Qağılıqdan bo'laman. 10 yosh chig'imda ota-onam o'lib ketgan. Keyin bir necha qitimlab setildim. Yurtim qağılıqqa ketay deb qechirdim. O'ylamagan yerdan mojanjonga tutilib qoldim. Hozir o'zimning ne o'lik, ne tirikligimni rostli bilmay qoldim. Gülandam, siz teha hayot. Nevruz, meni o'limni qutuldirib qolganingizga rahmat. Bo'ldi, to'la rahmat o'qiyverman. Bir qushqash yorilib qolsa-mu, qutqazgulik emasmi? Pek yaxshi odamkansiz. Ne bo'ldingiz? Men ketay. Gülandam, ketmang. Ozodlik armiya shaharga kirgan tursa, siz nega bora olaysiz? Ozodlik armiya degan cho'chaklarga olvasining o'zi ekan. Ularning qanchalik odami bordi? Ularning taqdiri qandoqroq ekan? Sat selib qarab baxmadim. 100 necha odamga deyman. Ular taharga kirib bo'ldimi? Mojanjonning gazarmisida. Ular kelgan bo'lsa, endi ketmaydigan o'xshamamdi. Undaqda men qanday qilaman? Gülandam, qo'rqmang. Uyda turib yaringizni saqlaydi bilang. Men bu yerda hech kim sizni bo'za qilmaydi. Mayli qandoqla olvasti bo'lsin, u miltig'im bilan uni eshikning oldida to'sib qo'yaman. Nevruz, bek yaxshi ekansiz. Shundoq bo'lsa. Tajo! Tajo! Va! Bu yoqqa kelinglar. Tez, bu bir nashqatni o'chirib yutinglar. Hey, Dudashim, to'xta. Ya Fayjan nima ish bo'ldi? Bu xatlarni qoldirib qo'yinglar. Ha? Bu mojanjonning shuari tursa. Bilaman. Herhalde Xuanpa harbiy maktabini bitirganda. Bu majanjangning qo'shin boshqarish darvaqa o'zgichga. Qani degina, qanday o'zgichga? Chegara pasilari muhim o'tkaldir. Zaminni qo'g'dash burchimizdir. Mana bu majanjangning qo'shin boshqarish guruhi. Mana bu uni 2 qitim o'stirib yuqoriga yetgan bo'lsa, 2 qitim rad qilganligining sababi. Bu majanjang o'zini qattiq chaqlaydi. Amasi degina, u nimishqa bizga uqtirib qo'ydi. Men juguryan bo'lgan bo'lsam, cho'qim osmon hadishlarini kuzatib faqatdim. Shug'unisi unda emasda. Faqat uni istiqomda xato turib qolgan. Yana xalq bilan qarshi o'ringa o'tib qolgan deyalayman xolos. Avomning o'zi Tangri. Tangri yo'li avomning qalbida. Tangrining arasiga xilof qilganlar cho'qim uqtirib yetadi. To'g'ri deysan. Biz degan xalqning qo'shini, xalq manfaatiga vakillik qilamiz. Tangrining yo'li avomning dilida, avomning o'zi Tangri. Dudashim. Ha. Menimcha bu xatlarning kayniga yana 2 yig'iz so'z qo'shsak yaxshi bo'lg'adak. Nimani qo'shmaysiz? Xalq manfaatini a'lo bilaylik. O'z manfaatimizni ko'zlamaylik. Qandoq? Bo'g'dak. Bog'dak. Safardan shurdimasa. Yur. Bak yaxshi oldu. Tajo.
Oy, Locan, bek çaqqan cuması. Bizga yaxshiroq xizmat qilib beray debsiz-da. Bu qo'ylarni nereden ip geldin lan? Heli semizken bu. Peja, bularni Majenjanning qo'shilib etib o'ltirgan ko'chib tashlab qo'yibdi. Hech kim olmadi. To'xtan. Nima dedingiz? Ular tashlab etganini biz teramdiq. Nima biz tervog'ida emas? Peja, qo'shin necha kundan beri yurishdi bo'ldi, jang qildi. Askarlar elib olgan ashliq bugun yigili yetmaydigandek turdi. Qashqardan ivatgan ta'minot qachon keladi? Buni belgilab bo'lmaydi. Bu qo'ylar bo'lmasa, askarlar bugun och qoladi. Hey Locan, siz erishib qapsiz. 3 kun intizom 8 daqiqani unutib qoldingizmi? Uni ustiga tojiklarning odati qandoq? Boshqalarning narsasini olmaslik. Peja, bo'ldi gap qilma. Nerede tervog'im bo'lsangiz shu yerga olib qo'ying. Hay, Peja. Hay, nimaga hamma qilib turibsizlar? Abdul etmamsizlar. Çocuğum. Bu ne? 양배장, Ne oldu? Burnun yana kanap boğu. 님이시킨 후무덤 잉여쌈도 가나왔도도 Bu igizlikning sababidir. Esonda bo'lsin. Bundan keyin chaqirsam har qancha aldirash bo'lsa ham bundaq tez yugurib kirma. uxtom. Telefonimiz qachon o'linadi? Kabulni Majenjan portlatib buzib o'tibdi. Aloqachi askarlar jiddiy remont qilyapti. Xitoy. Chiqib peshani sovuq suv chay qo'yib, arama. Xo'p, Tuanjanga darhol telegramma yo'llagan. Taharga naiti o'ngishli kirdik. Askarlar bilan puhralar yaralanmadi ham qazo qilmadi. Ammo qismning lozimatliklari cheklik. Darhol ta'minot yetkazib berasiz. Voy begim, odamni bundaq bo'zaq qilsanglar bo'lmas. Biz Moni jamiyatidagilar islzodlardan tursak, bizni mushunaq paskinaga ip kapsizlar-ku. Bu nima qilganinglar endi? Bu yer tahar emas. Biz sizlarga tahardagidek ayvon saroylarni sevib bermaymiz. Mayinjon, uşaq gap qildi deb mendan ranjimang. Bu cho'l jaziraga siz bizni majburiy ip keldingiz. Biz sizni boshpana tiklab keldik. Nimali bo'lmasin, bizni bu yerda to'ng'itib qo'ymabsiz. Hozircha g'ayrat qilib turarlar. Hozir baloyofatdan qinchib yuribdilar. Hamish sizlarga qasr saroy tayyor turmaydi-da. Agar oilanglar hali ham taharda bo'lgan bo'lsa, ozodlik armiyasi sizlarni allaqachon o'ltirayotgan bo'libdi. O chaqda sizlar bu yerda turib men bilan urushmoq tugul, balki arvohlar kelib mendan qisos ep berishni o'tingan bo'ladi. Manda qo'sa, men odam chaqirib amal bobiyani tezroq tozaltib beray. İmam Axunam. İmam Axunam, Azadlık Armiyada Yanpaycan degan kishi sizlar bilan ko'rishmoqchi ekan. Ko'rishmayman. Dal muşular. Mana bular Azadlık Armiya. Men ko'rgan eng zaharxada olmasdilar. Dal muşular Moni begimning karvonlarini bo'ladi. Yana texi qarindoshlarimiz bilan muhofizachilarimizni o'ldiribdi. Hammalar o'zinglarni besmillah. Ko'pchilik. Bu qitimqi karvonlarning bulanganligini men bilaman. Biroq bu ishni bizning ozodlik armiya qilmadi. Yolg'on aytma. Mening o'ligim bor. Mushu kiyimlarni toniyalaydi. Mush kiyimni bu. Ka. Sizga shuni deb qo'yayki, cho'qim boshqalar biz ozodlik armiyaning qiyofasida ko'ylab Moni begimning karvonlarini bo'ladi. Biroq bu ishni haqiqatan biz qilmadik. Shundaqmi? Yolg'on aytyapsan. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Agar bu yerdan tirik ketib olay deydigansan, bizga qotilni topshir. Ma'qul, qotilni topshiray. Siz boya ularni o'z ko'zim bilan ko'rgan dedingiz-ku. Ma'qul amsa. Men hozirli jangchilarimni yig'ay. O'zingiz kim qotil bo'lsa, shuni to'nib oling. Yuring. Odamlaringni yig'ib kelib,
Hammamizni o'ldirib etmoqchimi? Avval men seni o'ldirib etaman. Qarindoshlarimiz uchun intiqom olaylik. Bismillah, bismillah, bismillah. Navruz! İntikam alımız. Navruz, miltiqni qo'y. İmam xonum, ular degan odam o'ldirgan olvasti. Men qarindoshlarimiz uchun intiqom olaman. Ular odam o'ldirgan alvasti bo'lsa, sen ularni assang, ularmi seni atıdı. Tahar shahri bugun fani olamdagi dozaqqa aylanadi. İmam xonum, Miltiqni qo'y. Peycan, bu hürmetli sazaver İmam xonum bo'ladi. Bu bizning Peycan. Hürmetli İmam Xonum. Ben Cungu Xalq Azadlık Armiyasi taharını ötküzülüş için evetken Zerbidar Peynan Peycan'ı Yangon Xey boluman. Ben özlerini alayida yo'qlab kelivdim. Sizlar degan ishg'oliyatchilar, bizga hukmronlik qilib keldinglar. Sizlar nima desanglar, bizga shuni anglamay amal yo'q. Hürmetli İmam Xonum. Bizni xato tushunib qolmasizlar. Biz bugun bir atal miltiq yoki bir atal o'qmi sanmay keldik. Biz Cungu Xalq Azadlık Armiyasi, ya'ni xalqning armiyasi. Senin yolg'on gapiga kim ishlatdi? Navruz, bu gapini deb bo'lsin. Jangchilarimiz hammali yerda xalq kuyunidi. Bu bizning po'latdek intizomimiz. Tog' eg'izida yuz bergan fojialik voqeaga kelsak, men sizlarning oldinlarda, ham sizlarning Allohinglarning oldida sizlarga shundoq kafolat beramanki, bu ishni biz qilmadik. Boshqalar bizning harbiy kiyimimizni kiyib, xalq ozodlik armiyasi qiyofasida kirib qolgan. Bunda qilishda ularning birlik g'arzi bor. U bo'lsa-mu, sizlar bilan bizning armimizga ziddiya sanmoqchi. Ham bu to'qinishni bag'ansir ulg'aytib, Tahar shahrining qoniga bo'ymoqchi. Hürmetli İmam Xonum, bizga ishongsizlar. Biz hargiz xalqqa qartib o'q chiqolmaymiz. Qani ukam, miltiq sizning qo'lingizda. Xohlasangiz, meni hozirla etib o'ting. Askarlarimga shundoq buyruq tushaganman. Ular sizlarga bir payim o'q chiqolmaydi. Sen o'zing o'ldir deding, ha? Agar xato o'ldirib qo'ysam, men Navruz do'zax o'tida ko'yishga roziman. Navruz, men bu sana o'xshashli bir musulmon bolasi. Allohga qasam qilamanki, bu ishni hargizmi ozod armiya qilmadi. Agar seni oldigan bo'lsam, meni ham avlodlarimni Alloh jazolig'ay. Navruz, miltiqni qo'y. U musulmonlarning eng qattiq qasmini qildi. Agar u yolg'on aytgan bo'lsa, qilmishiga yarasha uning jazosini Alloh o'zi berdi. Endi qistaversang o'zing xato qilgan bo'lasan. İmam xonum, undaqda qarindoshlarimiz mushundaq o'rinsiz o'lgan bo'lamdi. Navruz! Jenonda to'ydingmi? Men bilan uy Qo'yni qo'yvasizlar dada. Men bilan uy qayt. Balam, dadangning gapini angla, uyingga qaytqin. İmam xonum, odam o'ldirganlarni mushundaqli bo'ldi qilamdiq. Allohning huzurida savob gunoh tizimligi bo'ladi. Cho'mildek savob ish bilan cho'mildek yomon ishmi, savob gunoh bo'yicha aniq xotirlanadi. Qaytib ketgan. Uyinglarga qaytib ketinglar. Ketinglar. Ha? Ha, qaytinglar. Qaytinglar. Ha, qaytinglar, qaytinglar. Ha, bo'ldi, qaytinglar. Ha, qaytinglar. Hürmetli İmam Xonum. Yordam qilganlarga rahmat. Bizning ozodlik armiyamiz hargiz yomon ishlarni qilmaydi. Yanpeycan, siz bizning masjidga kelib, g'avg'o mojaroga sabab bo'ldingiz. Bu bizning Alloh taologa qilgan eng chong hurmatsizlik. Shundaqla tojik jamoati eng chidab turolmaydigan bir ish. Biz sizni qarshi olmaymiz. Qayting. Hürmetli İmam Xonum. Biz Hanzulada mundaq bir gap bor. Ot uzun yo'lda sinilar, odam uzun mezgilda. Silini boshqa bir kuni yo'qlab kelay. Peycan, bugungi ziyoratimizni mushundaq bo'ladi deb o'ylamabdi ekanman. Andaq. Menimcha xeli utuqliq bo'ldi bu. Erishmoqchi tepishmas degan gap bor. Bo'lmasa biz har qancha qilsaqmi, tog' eg'izdagi fojiani tushundirmaydik-ku. Bu bir hisobda Majanjoning birinchi qopqinni bichit qilganlik bo'ldi. İmam Xonum, ilmi xeli zo'r yordam qildi. Navruz, sizning bunchalik botirligingizni oldimda turgan bir tojik qahramoni ekanligini o'ylamabdim. Gülendan, men hech qanday qahramon emas. Biroq men bir o'g'il bola turug'liq intiqom olmasam bo'lamdi.
Afsus, İmam Axunum meni otqil qo'ymadi. İmam Axunum sizni otqil qo'ymadimi? Ozodlik armiyaning qo'lidami qo'ral bor emasmi? İmam Axunum ularning hamma odamni etishidan qo'rqdi. Navruz. Sizningcha heliqi Yang Payjan qandaqaroq odam ekan? U o'limdan qo'rqmaydi ekan. O'limdan qo'rqmamdi ekan. U texe sen meni etayotgan taqdirdimi mening askarlarim sana o'q chiqarmaydi dedi. O'ylamabdiman. Ozodlik armiyaning ichidami o'limdan qo'rqmaydiganlari bor ekan emasmi? Navruz. Siz yaxshisi o'zingizni daldiga eling. Ular sizni o'ltirmatmisin yana? Hargiz qochmayman. Ular bilan hisoblashqili borgandimi qaytib kelishni o'ylamaganman. Amsa ular hozir shaharda nima ish qilayotgandi? Bu askarlar sal g'alit ekan. Berib qo'y kalalaringlarni akviringlar deydi. Men texe ularni qo'y kalalarning hammasini o'ltirvatimikin deb ekanman. Navruz. Siz hargiz bormangchimi? Ular shunchalar odamni o'ltirgan tursa, yana qandoqsiga qo'y kalalaringlarni akilib olinglar deydi. Allah. Ular qo'y kalalarni o'ltirmagan bilan odam o'ltirdi ekanda. Tejan. Uqtirishni chaplig'i 3 kun bo'ldi. Biroq bir odamni kelib qo'yganlarini ep ketmadi. Omanjon, qani degina, sen qanday qaraysan? Dehqon degan yer teriydi. Şoňa açlyk ularning jeni. Çarvıçı degan mal baqıdı. Qo'y kalalar ularning jeni. Ular nemishqa mallarini ep ketgili kelmaydi. Kemmigini jur'at qilanmagini. Qanday qilsak ular kelishga jur'at qilar. Birlay qizga kutayli. Kutamdiq. Nimani kutimiz? Hozir ularning nazarida biz yanil olvasdi. Ular tushanganda chaqirmasaqmi o'zlari kelib mallarini ep ketadi. Biroq askarlarimiz har kuni mal chorib beqib yursa olmaydi-da. Ha, oldirma. Fursat kelganda qo'ldan ketganni yana tepib og'liq deganni tushunmamsan, ha? Mojanjon qochib ketishdan burun bizga qanchalik gunoh atib qo'ydi. Bizga mana shu abjaq yaymini tashlab ketdi. Shunga biz tahoriga kelgan ekanmiz, hamma ishni noldan boshlaymiz. Chorvachilar qo'y kalallarini og'li kelmasa, bo'pti. Bizmi o'y yurib ish chekayli. Bu dal omma bilan uchrashadigan yaxshi bir fursat bo'g'idak. Yaxshi emasmi? Yomon ishni yaxshi ishga aylantirg'ili bo'ladi-ku. Tushundim. Yurtash, tinchlikmi? Sizning yutgan qo'yganlaringiz bormi? Yo'q. Rahmat. Kelinglar. Aka, qo'yganlaringizni yo'qolganlari bormi? Yo'q. Rahmat. Kelinglar. Yurtaş, suyunuzu kötürüşüp berey. Akela, kötürüşüp bereyli. Bo'ldi. Ey, nimaga qochsiz? Yürü. Yurtaş, suyunuzni akirib keting. Yurtaş, suyunuzu eşiğinizin aldı koyup koyduk. Yurtaş, bu nima qilganingiz? Bu qandoq istep? Obanjon. Nima ish bo'ldi? Paycan, biz yaxshi ko'nglimiz bilan uning suyini ko'tarishib bersak, u bizni ko'rib xuddi alvasini ko'rganda qilyotdi. Maq. Yana bir chelak suv akilib ishigini oldi qo'yib qo'y.
Peycan, pek açığım geldi. Bu hizmeti kılamığı dekme. Nima ish qilamaysan? Minnatdor bo'lish bo'lmas ularning ishi. Biroq ularga yordam qilish qilmaslik bizning ishimiz bu. Hiç düşünmedim. Bu fukaralar zaten neyim bağandı. Azatlık armaya bilen neymiş ki çünkü ölçek şudu. Kodi ecdadın tatı tükümez kısası badekla. Aslındaki micazım boladıgan bolsa allıqaca yüzsüzlüğümni kılattım. Aldırsak bo'lmaydi. Ko'nglimizda aldırsakmı, chiroyimizdan chandırıp qo'ymasligimiz kerak. Bu degan milliy rayon. Yiligo achchiq shu tutdiq. Bizni urusimi savr qilib turg'uliq. Bek yeriktim. Boğulupla kılıvatımı. Peycan, bu iş nime kılanmığı dekmen. Mine asker başlap can kırış kayvet yutam. Teştikma. Qo'nqay, biz bek ostimongdiq. Bek saqlab ketdinglar, ha? Mushundaq kunlarda to'gi cho'qsidan o'tibdilar. Muzdaqning ovozi bek sovuqqa deyman. Bu kishi Bular tön rehberligi Qashqa tarafdan avatgan xizmat korpusi. Bu kishi hokim Amrulloh bo'ladi. Bu kishi muavin hokim Behri bo'ladi. Teştikma, muavin hakim Bekri. Riyazet aytinglar. Qani, marhamat. Qani, yuringlar. Marhamat. Lojo, darhol zanjibil sho'rib chiqinglar. Tez bo'ling, ha? Yanpaycan, bana Tahar'ın ahvalini tanıştırsanız bak. Muavin hakim Bekri. Tahar shahriga hamdilik keldingiz. Aldirmang. Aram ele biling, ha? Hey, dem alamayman. Vaqt adamni saqlamaydi da. Bir nihayet hevesga cho'ng kichik bir talay kent mahalle qanchilgan odam talay ishlar bording, ha? Ko'nglimda sanmi yo'qdi, he. Uyqummi kelmaydi odam, ha? Gülenda, bu yerda nima qilyapsiz? Uyda o'ltirib, bek ichim siqilib ketdi. Talat tuzini ko'ray deb chiqdim. Uy kirib ketdim. Bu yerda qalaymiqan? Douglas! Nima ish? Ha? Qarabek! Yanpaycan, teştikma. Qarabek, teştikma. Peycan. Bu yoldaş məxsus nakşi et kılılı kemmigen du akıcan. Shundaq bo'z nima bo'pti, ha? Qarabekning aytgan naqshlari odatdagi naqshlar emas-ku. Ha, sizlarni tanishtirib qo'yay. Bu kishi Qarabek, bizning odamimiz. Oldingi safga vatilgan charlig'uchi. Bu kishi 3-bandan benjan gavshin. Yaxshimisiz. Ötken kişini keçirin, ha? Edepsizlik qilib qo'ydim. Siz meni boldur demepsiz. Öz adınız ekanligingizni men nereden bilay? Bo'ldi, Gavbenjan. Xizmatga o'tib gunoyimni yuyman desam, darhol Lavjoning yanına kirib uning yigida qilzayib chiq. Ha, qo'sig'im rastla ashqanday qiladi. Uy, kelgan sizni osh qo'yaptimi? Sho'jafar, Lojan aytgan, obdan tamoq açsın. Cho'qim o'qitib bersinjimi? Hop, alvozilish usta ekansan, ha? Bu 2-bandan benjanga Ranxunyang. Teştikma. Bu 1-bandan benjanga Xuangji uchun. Ha, teştikma. Qarabek. Qani o'tiring. Qarabek. Igiligan ahvollarni bizga darhol so'zlab bergin. Majanjan qumdavanda. Chigirga 5 kilometr keladi. Atrofi butunlay odamizatsiz cho'l. Bu yer burun jahondarning yeri edi. Heyecan. Faqat 5 kilometrlik yango. Bo'lmasa biz birlik g'ayrat qilib ularni mag'lub qilsak tugmadimi? Menimcha ish undaq oson emas. Garchi biz bir zarbador pay bo'lsakmi, lekin Majanjanning bir yeng askari kuchi bor. Uning ustiga jahondarning ashu qaroqchilarini qo'ysak, odam soni jihatda ular mutlaq ustunlikni egallaydi. Uning ustiga shahardagi ish bilan qalayimqon qilishni izchil to'xtatmadi. Agar jang qilsak, biz oldikayni tarafdan zarba yeb qolamiz. Jang yaxshi bo'lmay qolsa, Majanjan chegara sirtiga chiqib ketishi mumkin. Bundaq ahvolda xalqaro majro paydo bo'lib, asliga keltirgisiz yomon ta'sir paydo qiladi. Yana kelib, u yerda tek Monining oilasimi bor?
Şolaşqa qaramlıq qısaq olmaydı. Biz daraxt tüyüde toşqan kütkendek, Macencanın iş başlışını saqlaylı. Daraxt tüyüde toşqan kütkende. Macencanın qaçan qaytib kelganligini biz qandaq bilamiz? Xotirjam bo'l. U sendan bekerek aldıraydı. Salir tog'i eg'izi uni tahoriga kirishdagi birdan bir yo'li. Qarabek, birinchi, ikkinchi, uchinchi qarovulliq o'rinlar qandaqroq? Birinchi, ikkinchi, uchinchi qarovullik o'rinlarini chin saqlayapmiz. Majanjanning suiqasdi hargiz amalga oshmaydi. Yaxshi. Biroq bizning hozirgi vazifamiz barliq amallarni qilib qisqa vaqt ichida egizlikning havosiga moslashishdan iborat. Chunki bu tahar Majanjan biz bilan hal qilg'uch jang qiladigan joy.向着